Qadimgi afsonalarda Sizif abadiy jazoga mahkum inson edi. U toshni tog' tepasiga olib chiqardi, ammo tosh har safar yana qulab tushardi. Xurshid Do'stmuhammad bu afsonaga boshqacha qaraydi. U Sizifni jazolanuvchi emas, fikrlovchi, bo'ysunuvchi emas, anglovchi inson sifatida talqin qiladi. Bu asarda Sizif donishmand. U o'z qismatini inkor etmaydi, lekin uni anglashga harakat qiladi. Tosh bu oddiy tosh emas, u inson zimmasidagi mas'uliyat. U hayotning mashaqqati. U har kuni qayta boshlanadigan kurash. Sizif o'ziga savol beradi. Agar mehnatning oxiri bo'lmasa, u jazomi? Yoki ma'no izlashning o'zi baxtmi? Asar davomida Sizif azobdan qochmaydi. U undan mazmun izlaydi. U tushunadi. Insonni erkin qiladigan narsa natija emas, ongli tanlovdir. Tosh qulaydi, ammo Sizif yana uni ko'taradi. Majbur bo'lgani uchun emas, o'zi shuni tanlagani uchun. Donishmand Sizif asari bu afsona emas, bu har bir insonning ichki suhbati. Hayotda ham biz ko'p bor yiqilamiz, qayta urinib ko'ramiz va aynan shu jarayonda kim ekanimizni anglaymiz. Bu asar savol beradi. Agar yo'l mashaqqatli bo'lsa ham, unda yurish arziydimi? Javobni esa har bir o'quvchi o'zi topadi. Xurshid Do'stmuhammadning Donishmand Sizif asari anglashga undovchi asardir.